Bu dükkan şopi tuturda. Ma meni bir şagirtim bulduğan. Bunun mümkün sıkıltıdı. Ettinken asla aydımızdan bunu. Kadir! Ve Kadir! Mana usta, mana. Mana usta ben. Ve lakva, akşam nime dedim deyim sana? Akşam? Aras, akşam ehati maaşını bir ütüme degan. Mundaq da, muaşını vermem depti ben de. Şunda. Şununla keçiç şu gaplarını düşüp, sizle pul yürüp düşüp, şununla keçiç uxlamay, tüşkürevrip xuddi. Sulumay düşkördüm de. Bırak gele, muaşını verip de. Var. Ey, Oy. akşam nime dedim sana deyim mi? Bo'ldi. Manda dilla. Ata etning arpsi, xaridorlar ko'p bo'ldi. Şunu dükkanını pakiz tozalab degan tilaras. Hamma gap esing turib, ajab tazmapsın ha? Uxlab qoptim men ustam. Baldur uxlamay nima ish qilgan? Tansiga olgan akşam. Tansiga? Tuy! Namus qilmay davatgan gapini. Sana bir tansi emas, satrash. Sillimi ishdan tushganda chashni maylab, glastikni taqab, xuddi artistlardek yasinib mengib ketadiganligi satrash turib. Men degan cho'ng ustam satrash. Men bilan baslash kerak bo'ldingmi? Yo'q, endi siz ustam bo'lgandan keyin do'rab qopdim ustam. Mana, to'la gapni qilmay. Darhol tozla. Yerda bir tal chash deb qoldigan bo'lsam, tilni bitim og'zimni bilsan-ku. Bilmamdigan, sesib gap qilib sesib ketmaydigan og'izlarni. Gapni astal. Elibika qulangdan shu spigini olib qolsam men. Sen vatmanni qo'shib supurib taloq chiqarib yotdi yana. Ustam bir chetirak tuzla, sizlarni supurib tashlabay. Ya nima tulga qilsa, adamni arvoy qilib sinimdek Voy, maqli ustam, maqli rasmi. Voy. Assalom. Va alaykum assalom. Ya Allah, babasini qoldirib. Qo'ynimda hep deganda taqdim tushib shukrab yuraysiz. Ha şu qasrda güzel hanımlığı bağrım kanmay, baldırab o'lib ketmay deb qancha harakat qilib ömrümni uzatmayman qoldirib. Qadira. Yo pana, bag'asir to'shab güzel bo'lib ketdilar Jumolxon. Ey xanimcha. Ha bu mening yaqin do'stim Güzelay bo'ldi. Yaxshimisiz? Yo pana, ismi jismga loyiq güzel xanimkina bu. Do'stim sizni bek tatlı gap qildi deganda rost gapga bek ustgansiz. Yaqa, yo'qsun. Bunda güzel hanımını ko'ygani men emas. Tuğumu kaçı bu bulbul go'yadak sayrab yurdilar. Ma acamning ko'zi, acamning yuzi ajab chiroyli ustam. Ko'rishdimi? Ma gachining til chiqib turdi. Mana, ey, mushtak turib uning yuziga ko'zi qaramay ishingni qilaver, so'yma. Soyma davr deganlar. Men xeyli to'lishib qoldim ustam. Bu shogirdingiz ajab qiziq gap qildi ekan. Shunga deyman bu satrashga egri bus bo'ldigan, sen kundak so'zlaydigan chiqib qoldi bu, ha? O'zi kichik bo'lgan bilan ko'zi xili maltoni ekan. Rost. Hey, ras akşam tushimda jannatda ishki o'rparini xizmatda kuchaqab kelman. Asli bilan ishqilarni ko'rdim men. Xo'sh, xallarım, menga topshirgan qanday vazifalar bor ekan? Voy, nima vazifamiz bo'ladi? Erta aytib qoldi emasmi? Shuni o'z qo'lingizdan ma chashlarimizni qo'yib qo'yamiz. Chatoq yo'q. Qizil bo'yamdim yoki yeshilmi? Ha, ma acamnikini kumush rang, acamnikini yemish rang qo'ysak, tez yarishib ustam. Nimada gap aralash deyman? Astagfirullah. Meg'izraqmi yoki seg'izraqmi? Bo'lsa, men mening chechimning oldini oltirram, keyin tilaram qilib yeb qo'yman. Voy, chatoq yo'q. Oldingizni qarasa oltin boz, keyningizni qarasa tilla bosh tutayya. O'zingizga qas. Mening chechimning oldini serib, oqisini qizil. Bo'ladi. Oldingizni qarasa aptaprazm yaprog'idek sop seriq, keyningizni qarasa qip-qizil bayroqda ko'tayya. Oldingdan qarab xolidam yaproqqa ko'ydim, keyningdan qarab xolidam bayroqqa ko'ydim. Ko'rishma xallarım.
Bizning do'konda bor, shunaqa haqsiz mulozimat qilgan naqd cho'lponlari bor deyman. Cho'lpon! Ovozlar millatimizning boyligi asirsil deyman, charchab qolmasin. Do'koningizga bunday chiroyli xonimlar kelganda, ilg'o charchab ketgan, yetib ketsinmaylar. Bo'ldi. Mehmonning oldida, shuni rostab qo'ysam, o'zingni Davudjon Nasirimki deb qoldingmi? Menga jugo deyman. Ma'qul. Do'konga chiqib, qimmatbaholik bo'yoq, qimmatbaholik so'pinaklar bulanda. Bo'ldi sizdan bo'ldi. To'xta. Zarak mal olmayva kalba. Azar go'shtning sho'rtisi yo'q ustoz. Astagfirullah. Endi bizdan bir menga chiqqan. Ma'qul. Usta, bu shogirdingiz Bu qumdak gaqigini bilan uynak pishqitim deymi bu. Eli ishqilari parishidagi juda iyi oppanna. Assalomu alaykum Saytraç efendim. Va alaykum assalom. Ya Allah, bağımsız efendim. Yo, Oltucanı paksa yo'qab ketdi, adam seg'indiro. Ha, yaqindan beri katta bir asar ustida. Voy, ustam. Ha? Bu yerda ajab chiroyli go'zal mehmonlar o'ltiribdi. Salom qilishni unutib sattiribdi. Odamgarchilikning qazosi yo'q, efendim. Bilgirlar. Atdiganliginizda güzel bo'lsin, ey xonimlar. sizning aytganligingiz go'zal bo'lsin, qadrli aka. Aka. Men aka deganingiz qaragandilar. Siz amdil 18 yoshga kirib qolibsiz-da, qadrli singlim. Efendim, kimingizni ko'z gelmaysiz? Bu alışımdan 4 yaşa kirgan balası bor. Adaş. Aras, o'tganda men sizning bolangiz ne? Ikkisi deb bir sura baslashib, baka ishkisiga o'tib turatdim deyman. To'y qilmagan bu tega. Yo'q, voy qadrli singlim, tek to'y qilmagansiz. Men to'y qilmagandek ko'rdim ekanman. Bayni o'quvchi. Stodin. Stodin. Adaş, ulasının burunki eğrendin boğan kızlarını görse savak dişimi kim dep kaldı okşaydı. Bütün balıklar yoksa. Güzel hanımlar. Sizler nime degen güzel. Ustam. Eğer dünyada muşundak ayollar bo'lmagan bo'lsa, biz nimeni qilardik deyman. Şunu deyman. Muşundak güzel hanımlarning diliga azab bergan nomussiz erlarni anglab qolsam, mush usturimni saqal quritqa emas, chekidakkini so'kigim keldi deyman. Bundaklarni zindonga 1000 yil so'nib bitish kerak. Qadrli akalar. Muş dünyadaki erlerinin hemmisi sizler bizni maqtagandek öz ayollarını maqtasa hiç kim bir-birisiyle ajrashib ketmas bo'g'iydi. Rost, mening erimchi meni elbilishning oldida talsin maqtaydi. Biroq to'y qilib bo'lgandan keyin bir qatim maqtabni qo'ymadi. Mana dunyoda bundoq nomussiz erlar bor emasmi? Hey Saytraç efendim, dünyadaki hamma odam sizlardek, mendek esil olamda. Shundaqmi razil erlar borki, o'zining ayollariga cho'kimizda ketib oladi. Boshqa ayollarni ko'z Shomdek erib ketadi, Shomdek. To'g'ri dedingiz. O'zining ayollari paypaqa qog'oz keslansa, yomg'irli havoda tutilib ketadigan. Nat gibi qo'tirlarning tug'ilgan kuniga oltin uzuk sab qo'yadigan erlarni ko'rgan deyman. Mening g'azabimning qaynaydigini. Tamoqni shunday go'zal ayollar etib bersa, talog'i chiqib sho'qliq keldi, tagi erlari. Voy mening erim bu. Sizlar degandekmi do? Efendim özür dilerim desler. Hey qadrli singlim. Bekmi nadankensiz. Yo'ldishingizning to'ydan keyin siz asli maqtig'isiz bor. Biroq o bichora taladi kunda nurg'un ayollarni maqtaydigan tursa, uning tilimiz charchaydi. Qanday dedim usta? Şurada. To'g'ri. Bu til bichorimi to'mi emasda. Qozlafkam. Ko'nglingiz yerim qilmanga, eringiz maqtimiz, buni biz maqtaymiz. Maqtig'ichiligi baki o'zi. O erim degan laqvani nimandaq oz gap qildigan bo'p qoldi-ki desam, asli sho'xlikni taladi boshqa naynaqlarga qildi ekanda. To'g'ri, mushu ba'zi erlarmichu aş alvasidek uzun tırnak qo'yib oldigan, bolalarni erib tashlab qo'yib, tansiqanda o'ynaydigan, eri bilanchi beslashib, haraq ichadigan, aş moda qo'g'lashib, topgan pulga qimmat bog'liq kiyim kiyib, g'itildaydigan, eri birni desa 5 deydigan, ashundoq satanglarni yaxshi ko'rdigan o'xshaydi. Taqdir. Sen mushundaq güzel ayollarni nadiki bir bevafolarga uchrashtirguncha ma'lum isib kelsan bo'lmasmidi? Efendim. Bu dünyada kimin muradı yetken değilse? Adaş, men sana o'xshash ajrashib ketaymi ya? Tayim yo'q gapni qilmag'in axinim. Shukr qilib uying tutsang bo'lamdi-ki. Men erktigime olsam ajrashib ketay deydi ya.
Kınım. Eri yokning jini yo'q degan gap bor juma yana. Men dehqon kishiga yer yaxshi, xotin kishiga er yaxshi deb yozganman hikmat xotiramga. Assalomu alaykum ustam. Va alaykum assalom. Ya Allah. Bağımsızlar bayaka. Ba. Moskva ketdimi ya Turkiya Dubaydan kelishlarimi? Mush O'rta Osiyoga ko'rib, sargardan bo'lib keldim ustam. Mush chet eldagi musofirning ahvoli qandaroq ya? Toz yaxshi emas juma. Shu. Bo'zaq qildi deyman. Haliqi rekit deganlari ancha-munch bulab turdi. O'z yut ketamda. Hamma ish o'zimizda. İşimiz azraqlab əpləşməy qalsa, salqib boşabla ketimiz. İşimiz azraqlab əpləşib qaldığan bolsa, bax. Jutki balçaqını unutub, ölünüb alamaz. Silama bekar to'mag'alla. Bizmi asharki xalqlarning boshishi bo'ldik bizda. Haliqi g'ormi, o'rikni ko'ysa, aloldigan gapga ustam. Yaqay, budo paylari qarsam, alurik emas. Pishqa urukdimi ishib, guli qaq bo'lib ketganda ko'rinyapti juma. Qizim gap qildi juma ustam. Salom alaykum. Yaxshimsizlar yo'ldoshlar? Voy. Boshqa bildim, qadra qavallar qilishmay salomat bo'lma. Ya Allah, ajab bir muborak didorlaring ko'mak tas bo'lib ketdi ya. Xizmat aldirashib ketdi ustam. Mana shu yo'ldoshlarning turmushiga mas'ul bo'lmasak tek turgan, xizmat unimiga mas'ul bo'lmasak tek turgan, siyosiy ideyaga ko'ngil bilmasak texi, ittifoqlikqa ahamiyat bermasak texi. Voy, mush boshliq bo'lmoqning tasligini, boshliq bo'lib baqqan odam o'z bilmasa, boshqalar tushunmaydi juma. Yo banan. Voy, nimaga jiq gap bu? Men buni tushunmagan ekan. O'zimni amaldorligidan meni satrashdim ya, o'zimga yaxshi o'xshaydi. Akasi o'tirdi. Assalomu alaykum. Ey! To'xtag'in! Borsizlar, kapqapsizlar? Çaşbaş sakal pakallarını aldıraydı. To'xtag'in! Chashalimiz pashanmaymiz, saqalalimiz paqallanmaymiz, juma yana bu yerda. Ay şu mağamı koşak mıgan? Ahotnunga lahva atdiganda qo'pilib to'xta qo'pa. Atiyet çaşbaş sakal pakallarını yazıp kirib, zo'lab, majburlab avatdi adamni. Yo, bo'lmasa kelmaydi gazilda. Voy, kesla. Ustam. Şagirdimiz ecir kemesti kaldı. Shu aytdiq sağın salg'a ishimiz bordi bizni. Astagfirullah. Mana kel. Ustam. Hey! Dükkanda liq xarida o'tirgan ko'mdingmi? Voy ustam, sul burgan heliqi narsani ag'ini olsam, tayinlay setang degan birnim o narsani yuqur baqa qo'yib, men azam baqa qo'yib turadi, shuning ishga chiqishamay, u azam bermay, men qimmat olmay. Oz gap qilava, materialni keldingmi ekanmiding? Materialni qo'y keldim ustam. Mush bosiq kelganda faqatla kelishim. Og'zingni yorilib bilan yemli turgan bir ekansan. Og'zimni yemlivesli, tomoqni qulqimda yendim ustam. Bana, yap bana. Men to'la gap qilam deman, kendisam bu bala satrach serik puchqashlikni vichirlaydi ekan bu. Oshqon bo'lsam, toza yaraydigan tangjon bo'ladi ekan bu adash. Bu bal yo'ldosh boshliq bo'lib qolgan bo'lsa, yig'ini ichib odam o'tiradi ekan. Aptab tutqun sunib o'tirib gapini anglaydigan qo'ydik-ya. Hey! Anladingmi bak xaridalarning gapini? Aldım, o'ng quloq, so'l quloq, hammasini oldim ustam. Yana qushqaytak vitildamsan ya. Yo'q endi, uylar qushqashtakchim turdi. Mana kirib, ishga achani chuchini chiroyliq bo'yab, budirqil, qanday qilganligini bildigansa. Voy, bilmaydigan ustam, birisinikini oltinbosh, birisinikini bayroqlash. Qoldirib bunday olsa. Apandilar. Mush xonimlar kirgicha asto ketib nimiki deyman. Bo'lmasa ularning birdamligiga oltini ko'rsak, oqshomni qarab esib qolamiz u yerda. Bu chet-ellik ayollar shunchalik go'zalkin, viy. Odamning ko'zining yig'ini yeydi juma. Hey yo'ldoshlar, bu xonim qizlarning chiroyi qaraganda qalbi go'zaldek qiladi. Qanday dedim yo'ldosh? Bak xo'shaqmay qarmoqmaysan ko'rdingmi? Bayatın ishxonani toza ushirib qo'ysak ishenda. Ayollar ahmaq deb yozganman hikmat xotiramga. Anda olsa ishimiz kelaydi. Qani, qaysi mehmonning xizmatini qilaykin?
Qani şu efendim. Voy. To'xtag'in efendim, bu nima qilganingiz? Hammadan baldur men kelsam siz o'ltirib oldingiz-ku. Bozor chaqqanning degandek ish qildimi adash? Maaşınız qamlashmidi yo'ldosh. Ya to'xtaxun. Bu nim qilganing deyman. Hammadan keyin kelib baldir o'tirib adam nomusini keltirib qo'pol deyman. Men ham unda qilgim yo'qdi. Xotinim atdiganda to'xti. Qachon mis mangsa qachongacha, qachon bir tirgirak men paqmaysa deydi, shu o'zim sinab baqqan. Sen bu Mehmonlar. Xapılışmısınlar? To'xtaxun g'ayrat yaptı. To'xtaxundan g'ayrat kamigi yomon ters. Muşdan g'ayrat uchun bo'lsa, mush ujratni o'tinib bersizlar. Hazırla. Nayda tez. Hazırlama. To'xtaxun. Ha? Yaqilinglar. Burut-murutni qo'yimizmi ya? Kadr ustat ko'z qilib qo'yingmi? Ma. Mushu To'xtag'in ismli bu efendim zodi nima ish qiladi? To'xtaxun ish qilmaydi. Mana bugungi ishni ujrat talishdan boshladi. Ya bu anchimish tijoratmi qilmanda? Tijorat qilma deb ko'ch-ko'chib paloq yuramdim men. Yo'ldosh, odatda nima ish qilsiz? Ko'pincha vaqtlar uxlayman. Uxlaydi. To'xtaxun. Tushida qo'zg'ich o'yg'inib ketmasa, bir ikki soat uxlayolmaydi. Uyqu o'limning muqaddimasidir deb yozganman Hikmat xotiramga. Tavba qildim xudoyim. Jahonda mundami odamlar bo'ladi ekan ha? Bu bir mo'chan topmay turib qandami uyqusi keladigandimi adashni? Bu yo'ldoshning yo'qlim qildigan boshliq olmagan ekan, xotirjam uxlayadi-da. To'xtaxundan ayoli baktirsa ayol juma. Chiqib dadur puchaq setib o'yini beqiyotdi. Bu bo'lmabdi To'xtag'in efendim. Bir erkak bo'lgandan keyin bir kasb bilan shug'ullansangiz bo'lmasmidi? Qirqdak ne ish bor deysizlar? Yo be baqqalchilik qilsangmi hisob emasmi? To'g'ri. Kuningda 10-20 koy topsa, shuman uning buning ishini qilib bersangmi, uxlaganda yaxshi bo'lmamdi. O'sha emasmi? Pulima deb odam zanglik qilmanglar. Pul bo'lgani bilan-chi, xil vijdoni bor bo'laman. Baqqalchilik qilgan odam emasman. O'zimni qutib, maqan tutildim nima? Bu jafoga chidab kurash qilgandilar, Alloh saviyaga yetkil bo'ladi. Ay, boldiq qila, men seningda bilim so'ramagandim. Meni yumshatdinglar va. Voy, sizlar bu gapni qilmasanglarchi, xotinim kuniga 7-8 vaqt deb menga yeb bo'ldi meni. Men bu satoshga safar qilib qilgan. Nima deyman? Bo'ldi. Ay. Bo'ldi qilinglar. Buni nasihat qilmanglar. Buni mijozimiz shunaqa. O'tgan qitim satrash günrimni yutib qo'y deb azqalda tayoq yegin deyman. Voy, nima bo'lsa bo'lmamdi, nima chatqimiz deyman buni ular. Tanqid qabul qilmagan yo'ldosh yaxshi yo'ldosh emas. Nodonga nasihat qilgan o'zi nodondir deb yozganman Hikmat xotiramga. Mangina. Ya